Assalomu alaykum, sheflar, tuzimsizlar, sog'lig'ingiz yaxshimi? Akalar, sizlar uchun sezon boshlanishiga zo'r model topib qo'ydim. Phaeton Aumark modeli, ya'ni uje issiq kunlar boshlandi. Mana bu refga talab kuchli akalar. Aynan ref bilan ishlaydigan akalar uchun maxsus buni zo'r plyus taraf bor. Narxini birinchi o'rin aytay, har doim shalba qiladi. Shu mijozlarimiz, ko'radigan obunachilarimiz narxini aytmaysa, narxini aytmaysa. Birinchi o'rin aytaman, 570 million 080 ming so'm, ya'ni 570 million. Akalar, bu minus 20 plus 10 ga ham olib chiqadi. Plyusovoy, minusovoy ishlatsangiz bo'ladi. Qalinligi stenasi yaxshigina 80 mm, ya'ni 8 cm tashkil qiladi. Aynan refga mo'ljallangan, konditsionerlargacha bor. Yili 2026 Aumark. Bu solyarkali modelimiz, mana bu havo kompressorlarigacha bor. Solyarkali modelimiz, rasxoti 15-16 da 139 ot kuchlik modelimiz. Bemalol maza qilib ishlatib yursanglar bo'ladi. Ko'p kishi oldi, o'sha sinovdan ham o'tdi hisob. Endi buni plyus tarafi. Akalar, hayron qolasizlar. Bu narxga hech qayerda yo'q-da, to'g'risi. Ko'ringlar. Korzinka deysizlarmi, boshqa shunaqa havas. Akalar, cho'tki ish beradi. Mana bu nima? Mana bu gidrobord. Akalar, gidrobord bilan bunaqa narxga hech qayerda yo'q. Gidrobord sistemasida hech qayerda yo'q. Buni yaqinlarga tezda yuboringlar. Garantiyalargacha bor, mashinani 3 yil 150 ming garantiyalargacha bor. Bitta upravleniya sistemasi bor. Solyarka baki 160 talik. Shu akalar, nima dedinglar? Yaqinlarga yuboringlar, obuna bo'lib qo'yinglar, like desdan chiqarmanglar. Kutib qolaman akalar sizlarni. Zakaznoy. Bundaqa narxga bunaqa model boshqa bo'lmaydi. Ham ref, ham gidrobord. Ya'ni kubalari ham даже salkam 23 kuban tashkil qiladi akalar. Uzunligi 5-10. Zo'r akalar. Menga yoqdi masalan. Garantiyalargacha bor, qilib beraman. Aloqaga chiqinglar, srochniy akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Na связи akalar.